Kuzgi semestrga hujjat topshirish uchun top 5 davlat. 5-si eng zo'ri. Birinchi davlat Buyuk Britaniya. O'qishdan keyin 2 yillik ishchi viza. IELTS 5.5 yoki ichki imtihon bilan hujjat topshirish. Suhbatsiz 3 kun ichida talabalik vizasi. Keyingisi Malayziya. IELTSsiz suhbat orqali hujjat topshirish, bepul o'qish va bundan tashqari yashash xarajatlari O'zbekistonniki bilan bir xil. Uchinchi davlat bu Koreya. Bu yerda dunyoning top 100 universitetlarida o'qish, grant va stipendiyalar olish va ingliz tilida ta'lim dasturlari. Keyingisi Germaniya. Davlat universitetlarida kontrakt to'lamasdan ingliz tilida o'qish. Atigi IELTS 5.5 bilan top universitetlarga bakalavr va magistratura. Viza olish imkoniyati 99%. Oxirgisi bu Italiya. Dunyo bo'yicha top 100 talik universitetlarga 5.5 IELTS bilan hujjat topshirish, O'zbekiston fuqarolari uchun o'qish bepul va bundan tashqari yiliga 7.5 mingdan 10 minggacha stipendiya olishingiz mumkin. Shu kabi 30 dan ortiq davlatlarga hujjat topshirish uchun Finovuzga murojaat qiling yoki kommentariyada plyus belgisini qoldiring.